عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه الشيخان والنسائي أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلناده Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan qaysi amal afzal deb so'raldi. Allohga va uning rasuliga iymon keltirish dedilar. Keyin nima deyildi? Allohning yo'lida jihad qilish dedilar. Undan keyin nima deyildi? Mabrur haj dedilar. Ikki shayx va Nasa'iy rivoyat qilishgan. Sharh ulamolarimiz aniqlashlaricha bu savollarni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'ragan kishi Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhudir. U dunyodagi eng afzal amal haqida qaysi amal afzal deb so'ramoqda. Bu savolga u zot sallallohu alayhi va sallam Allohga va uning rasuliga iymon keltirish dedilar. Ya'ni eng afzal amal Allohga va Allohning rasuliga iymon keltirishdir. Ushbu gapdan ulamolarimiz iymon amalga kirishini tushunganlar. Imom Buxoriy bu hadisni iymon amaldir degan bobida keltirganlar. Iymon ham so'zdan ham amaldan iborat ekani ahli sunna va jamoa mazhabining ko'pchilik jamoasi, jumladan Malik, Savriy va Avzoiylar mazhabi tomonidan tan olingan. Abu Ubayd bu haqda quyidagilarni aytadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ushbu hadisda iymonni amaldan deb aytdilar. Boshqa hadislarda iymon bilan amalning orasini ajratganlar. Iymonni faqat tavhid va qalbga oid amallarga nisbatan, amalni esa a'zolarga oid amallarga ishlatganlar. Iymonning haqiqati gapga to'g'ri keluvchi tasdiq va qalbdagi azmi qarordir. Uning tugar bo'lishi esa a'zolar amali bilan bog'liqdir. Kishi batamom iymonli mo'min bo'lishi uchun albatta e'tiqodi, so'zi va amali bir bo'lishi kerak. Ana shunday iymongina jahannam otashidan najot beradi, jon va qonni saqlaydi. Ana shunday bo'lgani uchun mazkur 3 narsaning e'tiqod, so'z va amalni jamiga ham, har biriga ham iymon deyiladi. Shuning uchun ham tavhid va tasdiq eng afzal amal hisoblanadi. Chunki barcha amallarning qabul bo'lishiga shu narsa shartdir. Ushbu iboralar orqali ahli sunna va jamoa mazhabi iymon til bilan gapirish, dil bilan tasdiqlash va a'zolar bilan amal qilish ekanini yaxshilab bayon qilmoqda. Aqida ilmi ulamolarining ta'kidlashlaricha ahli sunna va jamoa arasidagi ixtilof iymonning shar'iy ta'rifida emas, balki lug'aviy ma'nosidan kelib chiqqandir. Chunki lug'atda til bilan aytib, dil bilan tasdiqlashga iymon deyiladi. Nima bo'lganda ham iymon dunyodagi eng yaxshi narsa ekaniga hech kimning shubhasi yo'q. Bu dunyodagi barcha amallarning qabul bo'lishiga iymon shartdir. Iymoni bo'lmay turib har qancha amal qilsa ham qabul bo'lmaydi. Shuning uchun afzal amal haqida so'z ketganda iymondan keyingisi haqida ketadi. Afzallik borasida iymonga teng keladigan narsa yo'q. Keyin nima deyildi? Ya'ni iymondan keyingi eng afzal amal nima deb so'raldi. U zot sallallohu alayhi va sallam Allohning yo'lida jihad qilish dedilar. Jihad lug'atda mashaqqat chekish, o'zining bor imkonini ishga solish ma'nolarini bildiradi. Shariatda esa Allohning dini uchun bor imkonini ishga solib jiddiy jahd qilishni bildiradi. Undan keyin nima deyildi? Ya'ni avval so'ralgan narsadan keyingi eng afzal amal nima deb so'raldi. U zot sallallohu alayhi va sallam mabrur haj dedilar. Haj so'zi lug'atda qasd qilmoq ma'nosini bildiradi. Shariatda esa ma'lum vaqtda ibodat uchun Makkani qasd qilmoqqa aytiladi. Hajning mabrur sifati esa yaxshi haj deganidir. Gunoh aralashtirilmay, maqbul bo'ladigan tarzda ado etilgan haj mabrur haj deyiladi. Haj eng afzal amallardan ekani ham yaxshi ma'lum. Shu yerga kelganda haqli savol paydo bo'ladi. Nima uchun namoz, ro'za yoki zakot aytilmadi? Nima uchun haj rukun bo'lsa ham rukun bo'lmagan narsadan keyinga qo'yildi?
Javob quyidagicha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundoq paytlarda so'rovchining va atrofda eshitib turganlarning holiga va umumiy vaziyatga qarab javob berganlar. Shuning uchun ham yaxshi amal haqida savolga javob bo'lib kelgan boshqa hadislarda ham turlicha javob kelganlar. Eng afzal amalga namozni vaqtida o'qish, ota-onaga yaxshilik qilish, taom berish, tanigan va tanimaganga salom berish kabilar kirgani shular jumlasidandir. Darhaqiqat ocharchilik bo'lib, musulmonlar bir-biridan nonga zor bo'lib turgan paytda ularga taom berish boshqa ishlardan afzal amalga aylanishi turgan gap va hokazo. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar: birinchi, amallarning bir-biridan afzal bo'lishi; ikkinchi, eng afzal amal nima deb so'rash mumkinligi; Allohga va uning rasuliga iymon eng afzal amalligi; iymon amalsiz bo'lmasligi; amal bilan yuqori darajalarga erishilishi.